Assalomu alaykum, serobgarlarim. Mening ismim Dilnavoz Abdumajidovna. Ko'pchiligingiz meni taniysiz. Bugun sizlarga juda qisqacha ravishda mashg'ulotimiz haqida, marafonimiz qanday ishlashimiz va umuman nima bo'lishi, marafonda nima bo'lishi haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bizda bu yangi marafonning asosiy guruhi bor. Sizga kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlarni aynan shu yopiq Telegram kanalda bo'lishib o'taman. O'quv videolari va bajarilishi kerak bo'lgan topshiriqlar ham shu yerga joylanadi. Ushbu videoni havolasini siz asosiy admin lichkamizdan olgansiz. Qo'shimcha boshqa joylardan ma'lumot izlash shart emas. Ya'ni admin lichkasidagi kirish linkingiz o'chib ketgan bo'lsa, izlab o'tirmaysiz. Telegram platformangizga serobgarlik deb yozsangiz, poyezd bersangiz yoki sevgi energiyasi 5+ deb yozsangiz, sizga yopiq kanalimiz chiqadi. Hech kim sizni bu kanaldan chiqarib yubormaydi. Mashg'ulot tugagandan so'ng ham sizda 3 oy davomida dostуп bo'ladi bu yopiq Telegram kanaldan foydalanishga. Asosiysi har bitta mashg'ulotni daftaringizga yozib oling, chunki har oy takrorlasangiz yoki 5 oyda bir takrorlasangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi mashg'ulotlarimizni. Asosiy guruhdan alohida ma'lumot chati ham mavjud. Agar ma'lumot chatiga qo'shilishni istasangiz, mana shu audiomni ostiga havolani qoldiraman. O'sha chat guruhimizga qo'shilishingiz mumkin, lekin chat guruhda bo'lish majburiy emas. U yerda siz boshqa ishtirokchilar bilan muloqot qilishingiz, qo'llab-quvvatlash olishingiz mumkin. Atmosfera juda ajoyib bo'ladi. Shu sababli bu chatga kirishni albatta tavsiya qilaman, lekin majburiy emas. Agar siz muloqot chatiga qo'shilgan bo'lsangiz, lekin doimiy bildirishnomalar sizni bezovta qilsa, ya'ni guruhda hamma yozganda sizga qanaqadir bildirishnoma keladi-da. Agar shu narsa sizni bezovta qiladigan bo'lsa, telefoningizdagi guruh sozlanmalaridan bildirishnomalarni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Shunda sizga xalaqit bermaydi boshqa chat ishtirokchilari yozayotgan yozishmalar. Lekin istalgan vaqtda chatga kirib yozishmalarni o'qishingiz mumkin. Chat qoidalarini eslatib o'taman. Chatda qat'iy qoidalar mavjud. So'kinish taqiqlanadi, ya'ni haqorat qilish taqiqlanadi. Biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlash uchun va do'stona muhit uchun chat guruhini ochganmiz. Har qanday spam berish taqiqlanadi va reklama, ochiq yoki yashirin yopiq muloqot qilish taqiqlanadi. Reklamalar tarqatish taqiqlanadi. Tashqi havolalar yoki boshqa manbalarga yo'naltirilish taqiqlanadi. Ya'ni meni guruhimga a'zo bo'ling yoki mana bu link, mana bu guruhga qo'shiling kabi ma'lumotlar berish, reklamalar taqiqlanadi. Va marafonga aloqasi bo'lmagan kurslar, vebinarlar, reklamalarga ruxsat etilmaydi. Hattoki mening boshqa kurslarimdan ham olgan natijalaringizni ham bo'lishish taqiqlanadi, chunki bu atmosferamizni buzadi, muloqot mavzuyimizni boshqa tarafga yo'naltirib yuboradi. Agar kimdir qoidalarga amal qilmasa, u chat va marafondan ham chetlashtiradi. Aytib qo'yaman, marafondan ham chiqariladi. Umuman marafonga aloqasi bo'lmagan savollarni yozishingiz, bir-biringiz bilan suhbatlashingiz, ma'lumot almashishingiz umuman taqiqlanadi. Chunki biz katta insonlarmiz, ulg'aygan insonlarmiz, ongli insonlarmiz va bu qoidalarga rioya qilish qiyin emas. Qo'shimcha guruhlar yaratish taqiqlangan, hatto yaxshi niyatlarda ham. Mana shu guruh sizga yetadi. Endi marafon qanday o'tadi? Marafon 5 ta blokdan iborat. Har bir blok o'quv, video va topshiriqlar bo'ladi. Har bir blok uchun 3 kun vaqt beriladi. Videoni ko'ramiz, topshiriqlarni o'qiymiz va ketma-ket bajarishni boshlaymiz. Tizim shunday yaratilgan. Avval videoni ko'ramiz, keyin video ostidagi matnni diqqat bilan o'qiymiz, shundan so'ng topshiriqlarni tartib bilan bajaramiz. Birinchi topshiriq, ikkinchi topshiriq, uchinchi topshiriq etagdali. Topshiriq tartibini o'zgartirish mumkin emas, chunki bu yakuniy natijaga ta'sir qiladi. Ya'ni kimdir birinchi topshiriqni qila olmagandim, ikkinchisidan boshladim. Bo'ladimi shunday qilsam deb yozishi mumkin. Bu taqiqlanadi. Ketma-ketlikda bajarilishi kerak. Qayerda bo'lishingiz muhim emas. Siz ishda bo'lishingiz mumkin, safarda, mehmonda, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar muhim narsa siz o'z yashash makoningiz energiyasi bilan ishlayapsiz. Aslida, agar hozir uyda bo'lsangiz ham baribir topshiriqlarni bajarsangiz bo'ladi. Mehmonda bo'lsangiz ham, safarda bo'lsangiz ham bemalol bajaraverishingiz mumkin. Agar kimdir blokni 3 kunda tugata olmasa, ya'ni berilgan vazifalarni davom etishi mumkin, lekin u o'z tezligida ishlaydi. Ya'ni har bir inson o'zining tezligi mavjud. Marafonda faqatgina bitta tarif mavjud. Ko'pincha hamma kurslarimda 3 ta tarif berardim. Standart, VIP va premium tariflarini berardim. Bu marafonimizda faqatgina standart tarifi bor. Ya'ni men o'zim tarifi, bu mustaqil ishlash, siz videolarni ko'rasiz va vazifalarni bajarib borasiz, lekin mendan hech qanday shaxsiy yordam bo'lmaydi. Faqatgina shaxsiy yordam sifatida chat kanalni ochdim. U yerda bir-biringizdan ma'lumot almashishingiz mumkin. Mana bu texnikani qanday bajarganingiz yoki o'zingiz qanday bajarayotganingiz haqida bo'lishasiz. Boshqalarga yordam sifatida yoki yordam olmoqchi bo'lsangiz chatga so'rashingiz mumkin. Mana shu texnikani qanday bajardingiz? Mana bunaqa bajarsam bo'ladimi tarzida bir-biringizdan yordam olishingiz mumkin. Shuning uchun chat kanal ochilgan. Keling endi serobgarlik nima, farovonlik nima shu xususida qisqacha ma'lumot beraman.
O'ylab ko'raylik, sizning hayotingizda izobiliya nimani anglatadi, ya'ni serobgarlik nimani anglatadi? Bu boylikmi, yetarli mablag' bo'lishimi, yoki bu sevish va sevilish, ya'ni hayot davomida muhabbat bilan yashashmi, yoki sog'lom bo'lishmi? Chunki sog'lom inson bu haqiqiy farovon inson, yoki bu baxtdir, ichki xotirjamlikdir. Bir o'zingiz to'xtalib o'ting, siz uchun nima bu serobgarlik so'zi? Nimani anglatadi? Aslida serobgarlik bu yuqorida sanab o'tilgan barcha narsalar yig'indisi, azizlarim. Boylik, sevgi, baxt, sog'liq, muvaffaqiyat. Ana shu 5 ta jihat birlashganda haqiqiy serobgar hayot, serobgarlik ongidagi hayot vujudga keladi. Ko'pchilik serobgarlikni faqat pul bilan bog'laydi. Bu noto'g'ri. Chunki agar inson boy bo'lsa-yu, lekin uning baxtida sevgi bo'lmasa, ya'ni jufti bo'lmasa, u baxtli emas. Hech kimni sevmaydigan, hech kim tomonidan sevilmaydigan inson qancha ko'p puli bo'lsin, u insonni biz serobgar hayot kechiryapti deb ayta olmaymiz. Aksincha, yana bir nimasi, kimdir sevgiga to'la, yaxshi turmush o'rtog'i va farzandlari bor, lekin uni kuniga puli uchun nimasi yo'q. Cheksiz sarf xarajati uchun keraklicha pul yo'q. Pul bo'yicha qanaqadir azob chekadi. Bu ham to'liq serobgarlik emas, farovonlikni bermaydi. Shunday ekan, asl serobgarlik bu faqat pul emas, bu sevgi plus sog'lik plus baxt plus boylik plus muvaffaqiyat. Bu to'laqonli serobgar hayotni anglatadi. Eng asosiy savol. Endi asosiy savolimiz, bunday izobiliyaga, ya'ni serobgarlikka qanday erishish mumkin? Ikki xil yo'li mavjud. Birinchi yo'l odatdagisi tongdan kechgacha mehnat qilish, 3 ta ishda ishlash yoki undan ham ko'proq ishda. Uyda yana oilaga xizmat qilish, tozalash, ovqat pishirish kabi va shu bilan birga barqarorlikni saqlash. Ya'ni sizga kuchli asab tolalari bo'lishi kerak. 3 ta ishga, misol 3 ta qanaqadir ishda ishlab kelib, yana kamiga kechqurun kelib farzandlaringizga ham yaxshi munosabatda, turmush o'rtog'ingiz, juftingizga ham yaxshi munosabatda bo'lishingiz va uy ishlariga ham ulgurishingiz, barqaror anaqalarni, neft tolalarini, asab tolalarini saqlashingiz kerak. Bu yo'l serobgarlikka olib borishi mumkin, lekin ko'pincha charchoq, kasallik, urush janjal, asabiylik, hamrohlik ham qilib qo'yishi mumkin. Yana yuqorida aytganimdek, pulingiz bo'ladi, lekin sizni asl baxtingiz bo'lmaydi. Endi ikkinchi yo'lga kelamiz. Bu yo'l insonning o'zidan boshlanadi. Ong osti bilan ishlash orqali keladi. Fikrlash tarzini o'zgartirish orqali, ichki energiyalarni tozalash, ong osti bilan ishlash orqali kelish mumkin. Bizning fikrlarimiz hayotimizni shakllantiradi. Mana shuni eng asosiy qoida qilib oling. Agar sodda qilib aytadigan bo'lsak, biz boy bo'lishni xohlasak, bu faqat 3 ta ishda ishlash bilan emas, avvalo qalb va ongni to'g'irlash bilan boshlanadi. 5 xil ishda ishlashingiz mumkin va baribir pul topa olmasligingiz ham mumkin-da keraklicha. Yoki faqat bitta ishda ishlab yuqori daromadga ega bo'lishingiz ham mumkin. Yoki passiv daromad, harakat qilmasangiz ham keladigan daromad yaratishingiz mumkin. Yoki o'zingizning biznesingizni ochishingiz mumkin. Yoki moliyaviy sohada o'zingizni rivojlantirib, yaxshi daromadga erishishingiz ham mumkin. Buni cheksiz sanashim ham mumkin. Ya'ni farovonlikka yetishning ikkita yo'li bor. Birinchisi kuch sarflab ko'p ishlash, ikkinchisi ongni to'g'ri qurish, fikrlarni o'zgartirish, ichki bloklarni va salbiy o'ylarni yo'qotish, ijobiy fikrlash, ezgu so'z, ezgu fikr, ezgu amal orqali. Shu bilan moliyaviy holatni o'zgartirish mumkin. Boshqa sohalarda ham xuddi shunday. Masalan, biz sevgida serobgarlikka erishmoqchimiz. Oilada baxt, mehr, g'amxo'rlik bo'lishini xohlayapmiz. Ammo amalda nima qilamiz? Biz butun kun oilaga xizmat qilamiz. Tozalik ishlarini bajaramiz. Ovqatni vaqtida har xil turli tuman tayyorlaymiz. Xaridlarni amalga oshiramiz. Ammo asta-sekin og'ir yukni o'zimizga ortib olamiz. Charchab, jahldor bo'lamiz. Uyda janjallar paydo bo'ladi. Kimdir baqiradi, kimdir xafa bo'ladi. Tinchlik o'rniga asab, urush, janjal paydo bo'ladi. Biz tozaladik, ovqat qildik, lekin oxirida hammaning ustidan jahlimiz chiqadi. Nega kimdir axlatni tashlamaydi? Nega hamma ish tozalab qo'ygan joyimni to'zg'itadi, musor tashlaydi? Nega yordam bermaydi hech kim? Nega hamma ish meni zimmamda deb bosim qilamiz o'zimizga? Bu rivojlanish emas, bu serobgar hayot emas. Oilada farovonlik ham avvalo miyamizdan, ya'ni ong ostimizdan boshlanadi. Bizning fikrlarimizdan, ichki dialogimizdan boshlanadi. Agar biz doim erim dangasa yoki turmush o'rtog'im dangasa, unga hech narsa yoqmaydi, u hech narsa qilmay yotadi deb o'ylasak, juftimizga shunaqa ta'rif bersak yoki farzandlarimizga shunaqa ta'rif bersak, natijada aynan shunday bo'ladi. Hech kim yordam bermaydi, o'zimiz ham shu fikrni haqiqatga aylantirib qo'yamiz. Biz doim hech kim bizga yordam bermaydi, oilada hamma ishni faqat biz qilamiz deb o'ylasak, natijasi aynan shunday bo'ladi. Chunki fikrlarimiz hayotga aylanadi. O'zimizni shunga ishontiramiz va shu holatni boshdan kechira boshlaymiz. Bu ong energiyasining kuchi hisoblanadi. Marafonlardan birida bir ishtirokchi menga shunday yozdi.
Dilnavoz sevgi sohasini rivojlantirgandan keyin turmush o'rtog'im birinchi marta ko'ylagimni dazmollab berdi va meni uy ishlarimga yordam qildi. Shundan keyin meni ham unga biror narsa qilishni xohlab qoldim, ya'ni chin dildan qilishni xohlab qoldim. Mana shunaqa holatlarda haqiqiy serobgarlik, haqiqiy farovonlik o'sha oilada boshlanadi. Oilada uyg'unlik paydo bo'la boshlaganda haqiqiy serobgarlikni hayotingizga kiritayotgan bo'lasiz. Menga yana shunaqa xatlar yozishadi. Turmush o'rtog'im 10 yildan beri birinchi marta menga pul sovg'a qildi, gul sovg'a qildi deb yozishadi. Men sevgi ustida ishlay boshlaganimdan keyin munosabatlar butunlay o'zgardi juftim bilan deb yozishadi. Bu o'zgarishlar ong ostimizdan boshlanishining yorqin misoli. Oila ichidagi atmosferada mehr, g'amxo'rlik, qo'llab-quvvatlash paydo bo'ladi. Uy ishlari ham osonlashadi, chunki juftingiz sizga benazir, beminnat yordam berishni boshlaydi va bundan siz mast bo'lasiz. Bundan siz rohatlanasiz, chunki har kim boshqasiga yordam berishni boshlaydi. Agar kechqurun ovqatdan keyin biri idishni yuvsa, boshqasi stolni yig'ishtirib qo'ysa, hamma bir-biriga yordam bersa, hamma baxtiyor bo'lib bir filmni ko'rsa, birorta serialni ko'rsa, sayrga chiqsa birgalikda yoki nimadir qiziqarli ishni birgalikda qilsa, mana shu haqiqiy serobgar hayotning boshlanishi azizlarim. Ammo bunga yetish uchun avvalo ichki dunyoni, ong ostini o'zgartirish kerak. Fikrlarni o'zgartirish kerak. Sog'liq bo'yicha ham xuddi shunaqa azizlarim. Biz cheksiz analizlar topshiramiz, dorilar ichamiz, shifokorlarga qatnaymiz, muolajalar qilamiz. Men bu narsalarni qilish kerak emas demayapman, azizlarim. Ular juda muhim biz uchun. Lekin kasallikning ildizini topish ham shart. Ko'p kasalliklarda sabab psixosomatik, ya'ni fikrlarimiz, his-tuyg'ularimiz hisoblanadi. Har bitta kasallikning o'ziga yarasha psixosomatikasi bor. Misol uchun bir odamning oyoqlari og'riyapti, u rentgen qiladi, o'zi qiladi, muolaja qiladi, simptomlar kamayadi, lekin kasallik ketmaydi. Nega? Chunki u ong ostida kelajakdan qo'rqadi. Oldinga qadam qo'yishni istamaydi. Agar siz ong ostingizdagi mana shu qo'rquvlar bilan ishlamasdan muolaja oladigan bo'lsangiz, muolaja vaqtinchalik sizga yordam berishi mumkin. Bu aniq yordam berishi. Lekin siz ong ostingiz bilan ishlab birgalikda muolajalarni qiladigan bo'lsangiz, kasallik olamidan butunlay chiqib ketasiz. Qanday yashayman, qanday pensiya bo'ladi, pensiyagacha yashaymanmi, pensiya olamanmi yoki kelajakda nima kutyapti meni? Kelajakda u ishim bitarmikan, buni qila olarmikanman, bu o'xshamasachi degan qo'rquvlarni tinmay takrorlasangiz siz kelajakka boqishdan qo'rqsa, oyoqlar ham borishdan qo'rqadi. Shuning uchun ular og'riydi. Mana sizga bitta oyoq og'rig'ini psixosomatikasini to'liq emas, qisqacha aytib beryapman. Ong osti o'zgarganda tanadagi og'riqlar ham ketishi mumkin. Misol, menda yaqinda xuddi shunday psixosomatika bo'yicha juda ham chiroyli dars oldim. Faqat men bu narsani tushunganim uchun menda juda tez ochilish, anglash bo'ldi va bu kasallik o'lchamidan tezroq chiqa oldim. Sizda shunaqa bilimlar bazasi bo'lsa, siz ham xuddi shunaqa oson chiqa olasiz. Ya'ni meditsina bilan birgalikda ong osti bilan ishlaysiz va bu kasalliklar dunyosidan, olamidan butunlay chiqib ketasiz. Demak, davo tibbiyot, davolash plus fikrlarni o'zgartirish orqali shu kombinatsiya sog'liq bo'yicha serobgarlikka olib keladi. Ya'ni kasalliklar o'lchamidan chiqib ketish uchun tibbiyot bilan plus fikrlarni o'zgartirish bilan ishlashingiz kerak azizlarim. O'ylaymanki, meni to'g'ri tushunmoqdasiz. Biz ongimizni o'zgartirishimiz, kayfiyatimizni boshqarishimiz, fikr mulohazalarimizni ustida ishlashimiz zarur. Ammo bu faqat o'ylaymiz va kutamiz degani emas. Yo'q, bu maqsad sari harakat qilish shart degani. Lekin shuni unutmang, ko'p ishlash natijaga teng emas. Oila qurishga harakat qilish, oilaga ega bo'lish degani emas. Orzu qilish ham yetarli emas. Ongni o'zgartirish plus to'g'ri harakat sizni haqiqiy natijaga olib boradi. To'g'ri fikrlar bilan, to'g'ri munosabat bilan o'tirsak, biz xohlagan hamma narsani hayotimizga tortishimiz mumkin. Oilani, pulni, muhabbatni, baxtni, sog'likni, muvaffaqiyatni barchasini hayotimizga kiritishimiz mumkin. Bu hammasi bir butun holda bo'ladi va biz haqiqatdan ham mo'l-ko'l hayot kechirishimiz mumkin. Shuning uchun biz o'zimizni mo'l-ko'l hayotga moslab rivojlantirishimiz kerak. Avval o'zimizni ichkaridan to'ldirmasak, qayerdan keladi o'sha mo'l-ko'llik? Ichki dunyomizni boyitmasak, tasavvur qiling, bir inson bor, butun kun g'azablanadi, norozilik bildiradi borliqqa, noshukrlik yuboradi, jahl qiladi, boshqalarga baqiradi, xuddiki uni hayoti shunaqa bo'lishiga boshqalar va borliq sababchilik. Hammani ayblaydi, asabiylashadi. Tongdan kechgacha ishlaydi, dam olish kuni yo'q. Odamlar bilan yaxshi munosabatda emas. Siz tasavvur qila olasizmi shu inson mo'l-ko'l hayotda yashayotganini? Shunday insonning hayoti farovon bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin emas.
Mo'l-ko'l hayotga kelish uchun bu inson o'zini o'zgartirishdan boshlashi kerak. Dunyoga bo'lgan munosabatini, fikrlarini, his-tuyg'ularini o'zgartirishdan boshlashi kerak. Negativ fikrlar orqali inson o'ziga istamagan narsalarni ham tortib olishi mumkin. Shuning uchun o'zini qayta sozlash kerak. Bizning marafonimiz esa olam qonunlari asosida, borliq qonuniyatlari asosida yaratilgan. Bu marafonimiz turli xil rasmlar, turli xil texnikalar, hatto kulgili va g'ayriodatiy amaliyotlar asosida tuzilgan bo'lib, ular nimalarga yordam beradi? Hamma narsani ost-ust qilib ko'rishga, ongni va ong ostini o'zgartirishga, natijaga oson erishishga va natijada biz osonlik bilan yangi lavozimga ko'tarilishimiz mumkin, yuqori maosh olishimiz, orzudagi erkak juft yoki ayol juftni hayotimizga tortishimiz mumkin. Bizda osonlik bilan farzand dunyoga kelishi mumkin, kasalliklardan qutulib sog'lom bo'lishimiz mumkin. Bularning hammasi Simaron kulgili qilib, Simaron texnikalaridan iborat. Simaron bu hazil mutoyiba qilib orzularni amalga oshirish texnikalari hisoblanadi. Eng avvalo biz o'z ustimizda ishlashni boshlaganimiz uchun hozir ayni paytda butun salbiy fikrlarni chetga suramiz. Bu texnikani qilganimizda bizga yuqori kayfiyat bo'ladi. Barcha shubhalarni, keraksiz fikrlarni va qo'rquvlarni tashlaymiz hamda faqat mo'l-ko'l hayotga diqqatimizni jamlaymiz. Shunda bizning hayotimiz naqadar go'zal va ajoyib bo'lib borishini tasavvur qilamiz. Biz hozirning o'zida o'zimizni farovonlikka moslab rivojlantira olmaymiz. O'zimizni mo'l-ko'l hayot energiyasi bilan to'ldiramiz. Bilasizmi? Mobil telefon qanday quvvatlanadi? Bizning hammamizda xuddi shunaqa quvvat mavjud. Telefoningizni zaryadga qo'ygandagi quvvatlagich va akkumulyator bor bizda ham. Telefon sekin-sekin quvvati tugab boradi va bir lahzada butunlay o'chib ishlashni to'xtatadi. Biz ham xuddi shundaymiz. Kun bo'yi mehnat qilamiz, yuguramiz, ishlaymiz va oxirida uyga yetib kelgach hech qanday kuch qolmaydi. Hatto farzandlarimiz, turmush o'rtog'imiz bilan muloqot qilishga ham hech narsani istamaymiz. Hech qayoqqa bormaymiz. Hech kim bilan suhbatlashish yoqmaydi. Hech bir ish qilish yoqmaydi. Lekin nima qilamiz biz? Majburlab o'sha ishlarni qilamiz. Faqat tinchlik kerak bo'lib qoladi shunaqa vaziyatda. Shu holatga tushib qolmaslik uchun biz o'z batareykalarimizni mo'l-ko'llik energiyasi bilan zaryadlab turishimiz kerak. Shu marafonni o'tish uchun birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish, sizga namuna sifatida bir shablon beriladi. Bu batareyka ko'rinishidagi shablon bo'ladi. Buni chat guruhimizga joylashtirib qo'yganman. Uni printerdan chiqarishingiz yoki qo'lda o'zingiz chizib olishingiz mumkin. Qanday xohlasangiz, qaysi qulay bo'lsa shuni bajarasiz. Bu batareya bo'limlaridan iborat bo'lib, birinchisi baxt bo'limi, ikkinchisi sevgi, uchinchisi sog'liq, to'rtinchisi muvaffaqiyat. Har bir bo'lim sizni zaryad foizingizni bildiradi. Biz barcha sohalarda o'zimizni to'liq rivojlantirganimizda butun batareyamiz to'ladi va mo'l-ko'l hayotga to'liq ulanib olamiz. Aynan shu batareya shabloni bilan siz butun marafon davomida ishlaysiz. Shuning uchun o'sha batareya chiqarib olishimiz yoki chizib olishimiz muhim. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz shu. Keyingi bosqich batareya bilan qanday ishlashni o'rganamiz. Bugun bizni birinchi blok vazifalarimiz boshlanadi. Bu blok biz baxt sohasini rivojlantirishimiz uchun hisoblanadi blok. Siz vazifalarning barchasini to'liq bajarganingizdan so'ng batareykangizni birinchi baxt bo'limini bo'yab qo'yasiz. Agar xohlasangiz hozir guruhga joylashtirilgan batareyka rasmini ochib, qanday ko'rinishda ekanini ko'rib olishingiz, ya'ni audioni pauza qilib ko'rib olishingiz va keyin davom ettirishingiz mumkin. Vazifani tugatgach, baxt darajasining birinchi bo'lagini belgilangan rang bilan bo'yaysiz. Videoni oxirida qaysi rangda bo'yashingiz kerakligini o'zim aytib o'taman. Keyingi blokda siz navbatdagi sohani rivojlantirasiz va batareykadagi keyingi bo'lakni bo'yab borasiz. Shunday qilib barcha sohalar tugagunga qadar hammasi bosqichma-bosqich bo'yalib boradi. Diqqat, siz hozirda sevgi energiyasi 5+ yoxud serobgarlik mini 15 kunlik marafonimizdan fragment kirish qismini eshityapsiz. Kimda kim ushbu kursga, marafonga to'liq ishtirok etishni xohlasa, Telegram orqali yuqorida ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz lozim. Faqat Telegram orqali eslatib o'taman. Men marafonda ishtirok etmoqchiman deb murojaat qilsangiz, sizga to'liq ma'lumotni adminlarimiz taqdim etishadi. Shuningdek, bu batareykamizni ostki qismida maxsus kvadratchalar qoldirilgan, ya'ni mavjud. Ularga siz ma'lum raqamlarni yozib borasiz. Bu raqamlarning maqsadini marafon oxirida tushuntiraman. Lekin har bir blokda bittadan raqam beraman. Eng qiziqarli qismi, azizlarim, raqamni qanday olish. Har bir videoda men raqamni aytaman. Qaysidir qismida, videoning qaysidir qismida men hikoya qilib turgan paytimda hatto gapning o'rtasida birdan aytishim mumkin. Misol, bugungi kunning raqami 1 deb misol uchun raqamni xuddi shunday ko'rinishda aytib o'tib ketaman. Siz raqamni eshitishingiz bilan darhol o'sha shablonimizni pastki qismidagi kvadratga yozib qo'yasiz. Birinchi darsda misol baxt bo'limini ostida bitta kvadrat bo'lsa, o'sha kvadratga o'sha videoning ichida aytib o'tib ketgan raqamimni topib, o'shani yozib qo'yasiz.
Diqqat, eslatib o'taman, chatda bugun qanday raqam edi deb so'rash mumkin emas. Boshqalarga raqamni aytib berish ham taqiqlanadi. Aks holda mo'jiza buziladi azizlarim va siz serobgar, ya'ni molekul energiyasiga ulana olmaysiz. Bu kichkina sir, marafondagi kichkina sirning bir qismi hisoblanadi. Faqat menga raqamni aytish mumkin, faqat menga, boshqalarga emas. Agar raqamni aytganimda topolmasangiz, hech ham xijolat bo'lmang. Marafonni oxirida o'zim aytaman. Lekin topish juda muhim. Istalgan tomondan yozishingiz mumkin shablonga, tepadanmi, pastdanmi, o'ngdan chapgami, chapdan o'ngami, xohishingizga qarab kvadratlarga raqamlarni xohlagan joyingizdan boshlab yozishingiz mumkin. Eng muhimi, qaysi raqamdan keyin qaysi raqam kelganini aniq bilishingiz kerak. Marafon oxirida shu kodni aynan shu ketma-ketlikda aytishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun kerakligini hozir tushuntirib beraman. Bunga ham o'zim o'z vaqti keladi. Bu raqamlar haqida to'liq informatsiyani o'zim tushuntirib beraman sizga. Demak, raqamlarni yuqoridan pastga yoki pastdan yuqoriga yozishingiz mumkin, lekin qaysi raqamdan boshlaganingizni eslab qolishingiz muhim. Chunki marafon oxirida sizga kod kerak bo'ladi. Endi esa azizlarim, vazifa bo'limiga keldik. Bu audioimdan keyin to'liq vazifalarni sizga taqdim etaman. Diqqat, siz hozirda sevgi energiyasi 5+ yoxud serobgarlik mini 15 kunlik marafonimizdan fragment kirish qismini eshityapsiz. Kimda kim ushbu kursga, marafonga to'liq ishtirok etishni xohlasa, Telegram orqali yuqorida ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz lozim. Faqat Telegram orqali eslatib o'taman. Men marafonda ishtirok etmoqchiman deb murojaat qilsangiz, sizga to'liq ma'lumotni adminlarimiz taqdim etishadi.